Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmətli qarindaşlar. Dünyanın hamma yerini Xitay virusu qaplagan vahimlik müşkillərdə Rabbimiz Allah'tan hammanglarga xotirjamlik, aminlik, salomatlik tilayman. Bugungi suhbatimiz Sharq Turkiston mustaqillik harakatida Uyg'urlar Xitay ökçüləri bilan ittifoqlashishga muhtojmi, zaruriyati bormi degan tema ustida bo'ladi. Hammanglarningki bahrilashinglarni so'rayman. Endi bu savolning o'zidan, temaning o'zidan chiqib turibdi. Bu yerda ikki guruh mavjud. Biri Xitoy o'qituvchilari, yana biri Uyg'urlar. Xitoy o'qituvchilari kimlar? Xitoy o'qituvchilari dunyoning har qaysi joylarida hozir Xitoyning ichidagi hokimiyat beshidagi mavjud hokimiyat kommunistik partiyaninki qarshi shularni ag'dirib uning o'rniga yangi hokimiyat tiklashni niyat qilgan Xitoy demokratchilari, Xitoy xristianlari, maxfiyatlikni oshkorlash ittifoqi, Falungongchilar va boshqa va hokazolarni o'z ichiga oladi. Uyg'urlar kimlar? Hammamiz bilamiz. Dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakat qilayotgan Uyg'urlarni o'z ichiga oladi. Endi bu yerda ittifoqlikdan iborat bir gap chiqdi. İttifaqlıq bo'lish uchun, ya'ni hamkorlik bo'lish uchun hamkorlikning asosi bo'lish kerak. Bu asos nima? Ya'ni o'rtaq maqsad, muddaa, nishon bo'lish kerak. Undaqda Xitoy o'qituvchilarining maqsad muddaasi nima? Uni tushunib o'taylik. Xitoy o'qituvchilarining maqsad muddasi bo'lsa, vatanimiz Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan bütün Xitoy territoriyasida demokratik Cumhuriyetni qurib chiqish, cho'ng buyuk Xitoy birligi bo'lgan Cumhuriyetni qurib chiqish. Ya'ni bizning vatanimiz Sharq Turkiston Manjular tarafidan besilingan bo'lsa, tajovuz qilib, Manjularga millatarislay varis qilgan bo'lsa, tajovuz nima deymiz? Mustamlikalikda. Ularga Gomindan varis qilgan bo'lsa, Gomindanga Gongsandan varislik qilgan bo'lsa, Xitoy o'qituvchilarining maqsadi ham Gongsandanninki Sharq Turkistondagi tajovuzchilikqa varislik qilib, Sharq Turkistonni o'z tajovuzchiligiga ilish. Ya'ni ular kelgusida qurmoqchi bo'lgan büyük Cumhuriyet demokratik devleti, eğerçe ularda demokratik bir an bağ deb qaralganda, demokratiya uchun harakat qilyapti deb qaralganda, Cumhuriyet devletini qurib chiqish. Endi Uyg'urlarning maqsadi nima? Uyg'urlarning maqsadi ularning mustaqil Sharq Turkiston iborat davlatiga tajovuz qilib kirgan Xitoy tajovuzchilarini qo'llab chiqarib mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurib chiqish. Endi savol sizlardan. Xitoy o'qituvchilari bilan Sharq Turkiston mustaqillik uchun kurash qilgan Uyg'urlarning ittifoqlik qilish imkoniyati bormikin? Bu yerdan savol buningdan aniq javob chiqadi ekan. Yo'q, imkoniyat yo'q. Çünkü büyük Xitoy o'qituvchilarininki büyük Datonyi deydi. Büyük birligininki ularning maqsadi büyük birlikni saqlab qolish. Ya'ni Xitoylarninki Nobel tinchlik mukofotiga erishgan Liu Xiaoboninki Uyg'urlar bergan eng cho'ng muxtoriyati Xinjiang Cumhuriyeti qurib berish. Esinglarda bo'lsin. Eng demokratik Xitoyning eng amavi.
Ammo bizning maqsadimiz Sharq Turkistonda mustaqil davlatni qurish, o'zimizning davlatini barliqqa keltirish. Demak, bu ikki guruhningki o'rtaqligi, ya'ni o'rtaqligi mavjud emas. Albatta topalaymisak jiq o'rtaqliklar bor. Ular deydi, sizlar ma Sharq Turkiston mustaqillik degan gapni demay turinglar. Allama Xitoy kompartiyasini bir aldırıp tashlaydi. Andan keyin bir narsa deyishmamdi deydi. Ya'ni kompartiyani aldirish, biz kompartiyaga qarshi hamkorlashimiz. Bu bizning ittifoqlik kelishimizning asosiy deydi. Buni bir nima? Yana deydi. Sizlar Uyg'urlar bilan biz Xitoy fuqarolarimi o'xshash shu Xitoy kompartiyasiningki zulm o'xshash zulm qiluvchilar biz sizlar bilan biz o'xshash deydi. Rost to'g'ri. Yan tapsaq jiq tapqil bo'ldi. O'xshash o'xshingidan nafaslanamiz. Hammamiz Odam alayhissalomning bolalari. Sizlarning ko'zinglar va quloqinglar va ig'zinglar va burninglar va bizning ko'zimiz va quloqimiz va ig'zimiz va burnimiz va jiq o'rtaqlar ekan ular bilan. Ammo Sharq Turkiston xalqining, Uyg'urlarning milliy manfaatining, tubki milliy manfaat bilan buyuk Xitoy davlatining, Xitoy o'qituvchilari qurmoqchi bo'lgan shu davlatningki tubki manfaati to'qinishidir. Endi ba'zi Uyg'urlarimiz chiqdi. Mayli aşağıda ittifaqlashib turib, hozir bir undaq bir ittifaqlashib, bir ish qilib turib, kompartiyani o'rib oldi. Anniki bir narsa deyishmamdi o'qtabchi. Ya'ni demakchi bo'lgani, biz bir qadam keyinga chekinib birlik demakchi. Undaq sizlar o'qituvchi Xitoy demokratchilarga yoki gofamillikka yoki bopamillikka deb qilinglarki, bir yolg'ondan bo'lsin sizlar Sharq Turkiston mustaqillik aktivi qo'llab turinglar. Biz bir Xitoyni o'raylar kommunist hokimiyatini. Andan keyin bir narsa deyishmamdi. Sizlar Sharq Turkiston Uyg'urlar Sharq Turkiston mustaqil davlat qurish bo'ladi deb qo'yinglar, bir ikki qitim deb qilinglar nima deydi ekan ular. Deb ikki kun yoq anglayapmiz. Ular o'zining davlat manfaatini, milliy manfaatini anda ahmoqlikcha bir qilib rangbu degan gapga tegishmaydi ekan qarindoshlar. Undaq biz tegishib ittifoqlashish zarur bo'lib qoldimi? Yo'q. Bizmi o'zimizning milliy manfaatini mustahkam turamiz. Endi Sharq Turkiston mustaqillik harakatininki ya'ni qizil chiziqi qarindoshlar. Bizning qizil chiziqimiz bo'lishi kerak. Ham bo'lishi kerak, ham bo'lishi kerak. U bo'lsa Sharq Turkiston mustaqilligidir. Buni qurban qilib turib, har qanday ittifoq Xitoy o'qituvchilari bilan, Xitoy demokratchilar bilan, Xitoy xristianlar bilan, Falun Gongchilar bilan, har qanday Xitoy bilan bir dasturxon kelishga bo'lmaydi. Milliy munofiqdir. Shuni qurban qilib turib, Xitoydan ittifoqlashma deganlar milliy munofiqdir. Zamonimizdagi Abdukarim Abbosovlardir. Biz Xinjiang Cumhuriyeti uchun kurash qilmayapmiz. Bizning maqsadimiz Gomindangni o'rib, o'rniga Gongchendanga, Gomindangninki tajovuzchiligidan Gongchendangning tajovuzchiligiga ozod bo'lish emas. Gongchendangning tajovuzchiligidan demokratchilarning tajovuzchiligiga ozod bo'lish emas. Bu demokratchilarning bizga da'vat qilgan gap shuki, Bo'larning da'vat qilgan gap shuki, satirak desak, ağacınızda hazır, ağaç sınırlarınızda hazır, kompartiya rahbarligida xotin qilyapmiz. Anda qilmanglar, ama bizde demokratik Xitoyning rahbarligida xotin qilsak olti degan gap bu. Şoň undan yol yo'q. Şoň Xitoylar bilan ittifoq qurmasak bo'lmaydi deguvchilar o'ylab baqish kerak bu masalani. Endi bu yerga bir qo'shib qo'yadigan masala qarindoshlar. Xitoylar demokratiyalashmadi degan narsani qo'shib qo'yishimiz kerak.
Çünkü bizden bir kısım kırındaşlarımız Xitay demokratiyası. Biz Uygurlar namayış kılış arkalık Xitay'dan hukukumuzu tartıp alıp devat edici. Böyle asmandaki gazdan şorpsığı nançılap yeyme degendek gap. Egerçe namayış kılış arkalık demokratik devlet bolsunmu namayış arkalık müstakillik erişte iş olsa Kataloniyalikler müstakil olattı. Şotlandiyalikler müstakil olattı. Şunda asas yok. Hong Kong müstakil olattı. Emdir. Bizninki arzu nimemiz emdir. Demokratiyalışan Xitayda bir sual koyduk. Men sizlarga bir narsani so'ray, sizlarni o'ylab chiqinglar, birlikda o'ylaylik. Amerikada qanchalik Xitoy bor? Men deb beray. 5 milyon 25 ming 817 Xitoy bor ekan. Amerika nüfusunun 1,5%'ni teşkil qiladi ekan. Kanadada 1 milyon 769 ming 195 Xitoy bor ekan. Kanada nüfusunun 5,1%'ni teşkil qiladi ekan. Avustraliyada 1 milyon 213 ming 903 Xitoy bor ekan. Avstraliya nüfusunun 5,6%'ni teşkil qiladi ekan. Fransiyada 700 ming, İtalyada 320 ming. Nimada 666 ming qatorliq, Yevropada ham 2 milyon yaqin Xitoy bor ekan. Demak, mushularning hammani yig'ib kelsak 10 milyon ortiq Xitoy demokratik ellarda yashayapti qarindoshlar. Endi Xitoyninki demokratik hareket deb atalgan 1989-yildagi bir hareketi bor. 6-oyning 4-kuni qirg'inchilik qilingan Xitoy kommunistlar tarafidan. Ya'ni Xitoylar Liu Xintong deb qo'ydi. Şu hareketning 30 yilligini xotirlab o'tgan yili 2019-yili 6-oyning 4-kuni Amerikada Xitoy demokratchilar alohida namoyish o'rlashtirdi. Sizlarni so'rab boqay. Shu namoyish qilgan Uyg'urlar nima? Xitoylar qancha? 5 milyon Xitoy bor yerdan. 500 mingmi? 5 mingmi? 500 mi? Shu chog'da Uyg'urlardan ham qatnashganlar bor. Shuni xotirlab, shulardan so'rab baqsanglar bo'ladi. Nechilik Xitoy qatnashdi? Birinchi masala. Ikkinchi masala. 1989-yilda Xitoy demokratik harekati boshlandi desak, ko'rash orqali Xitoylar qarshi. Mushu 30 yil jarayonida bütün dünyanın hem bir tarqalgan Xitoylarniki demokratik harakat uchun ilib borgan ko'rashlari, faoliyatlari qanchalik natija ko'rsatdi. Uchinchi, agar Xitoylar haqiqatan demokratiya talab qilsa, Hong Kongda 6 oy, o'tgan yil 6-oydan boshlab namoyishlar qani hozir 9 oy bo'ldi qarindoshlar. Ashuna qo'llab qanchalik demokratik Xitoy o'ttirib chiqdi. Namoyish ilib bordi qaysi davlatlarda. Ash Hong Kongliklar uchun namoyish qilganlar Tibetlardan Uyg'urlar, ya'ni Hong Kongliklar o'zi bo'ldi. Biz ashda olgan demokratik Xitoy deganlarning qanchalik sada chiqdi. To'rtinchi nuqta. Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari jazo lagerlarini qurib 5 milyon kadar Uygurni jazo lageri soladi. Agarchi shularniki Sharq Turkistonning o'z ichiga olgan Xitoyni demokratiyalashtiramiz degan da'vosi rost bo'lsa, qanchalik harakat qildimi shuning uchun? Qanchalik namoyish qilib baqdi? Qanchalik ovoz chiqarib baqdi? Shuna Xitoyning bütün Xitoyda emas, Yevropa, Amerika, Avstraliya, Kanada ve hamma yerda nima qilayotgan
Xitoyni demokratlaştıramiz deb harakat qilyapmiz degan Xitoyning demokratiyalashtirilgan harakatlariga men ishonmayman. Xitoyning hech qanday ishonmayman, hech bir Xitoyga ishonmayman. Ham u harakatlarga ishonmayman. U faqat bir aldamchilik. Hatto shunday aldamchilikda bu Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga oldiga qo'yilgan to'zaq. Azgal. Endi men sizlarga oddiy bir hikoya orqali deb beraman qarindoshlar buni. Qandaq to'zaq ekanligini. Mana bir hikoya deb beraman dedim. Shu Masnaviy sharifda shunday bir hikoya bor qarindoshlar. Shu Muaviya, ya'ni Ummavali sulolasininki xalifasi Muaviya xonadonida, o'rdining ichki xonasida uxlayotdi. Bunda vaqt o'tdi ekan. Birini uyg'otdi. Ey Muaviya, namoz vaqti o'tib ketdi, masjidga chiqqin deb. Cho'chib uyg'ondi. Etrofiga qarasa odam yo'q. Hayron qoldi bu. Berib ishga qaragan edi, ishchi oqshom o'zi ishidan taqab qo'ygan bo'yicha. Qanday gap bo'ldi bu? Kim uyg'otdi meni deb izladi uyning ichidan. Oxiri darizada perdening orqasiga yushunib turgan shaytonni topdi. So'radik, "Ey shayton, men namoz o'qiyotgansanmi?" degandik. Dedik shayton, "Ha, men." degandik. "Nima uchun namoz o'qiyotding?" deb so'radi. Namoz bomdatning vaqti bo'lib qoldi. Jamoatning qolmasin dedim. 27 ta savobdan qolmasin dedim. Shunga o'yg'otib qo'ydim namozga. Moya aytdiki, "Ey yo'q shayton. Sen bir insonni namozga uyg'otadigan emassan. Sening namozga uyg'otishing o sening tabiatingga yotdir. Rostini ayt. Sen nima uchun men namozga uyg'otding?" degan ekan. "Vallahi billahi men sizlarni 27 ta savobdan qolmasin deb shunga uyg'otgandim namozga" dedi. "Ey shayton, rostini ayt. Sen hergizmi bir insonni namozga yaxshi niyatda uyg'otgan narsa emassan. Sen tabiatingga yotdi." Rostini ayt degandan keyin shayton aytdiki, "Ey Muaviya, sen ba'zida uxlab qolib, bomdatning jamoat namozini qilib qolasan. Jamoat namoziga chiqmaganliging uchun sen namozni uyda o'qib, sajda qilib Allohga shundoq yig'laysanki, shu namozga chiqmaganlik, masjidni qilib qolganlik gunohing uchun tavba qilib shundoq yig'laysan. Shu ko'zingdan oqqan yoshlar mush sababdan Allohning dargohida seninki darajang shu namozga chiqqanligidan, bomdat namoziga chiqqanligidan narsa yishib ketadi. Darajang shunda o'rlab ketadi. Men maning chidamadim sening darajangning u qadar yishib ketishiga. Shunga aytamiz, jamoat namoziga chiqibmi bo'lsa, darajang to'varoq tutsin deb shunga o'yg'otib qo'ygan dedi. Endi qarindoshlar, men oldin xitimliq, asli bizning bu leksiya 5 videoni oldin xitimliq video ishlash kerakdi. Men az birini ishlab bo'ldim, qolgan 4ni yana ishlab taqdim, shu chal ko'rsanglar bo'ldi. Xitoy davlat holatida bo'lsin yoki xalq millat holatida bo'lsin, Uyg'urga dushman degandim. Buning ichida Xitoy o'qituvchilari, Xitoy xristianlari, Xitoy nimilchilari, demokratchilari hammasi bor qarindoshlar. Chunki ularning maqsadi Sharq Turkistonning o'xshashlar, Xitoy kommunistga o'xshash, o'zining mustamlikachilik ilish qarindoshlar. Endi Uyg'urga dushman bo'lgan bu Xitoy o'qituvchilarining, bu Xitoy boplarining, poplarining, bu Xitoy go'larining Uyg'urlar uchun gap chiqib qilishi, ovoz chiqarishi, miyakka biz ittifoqlashib, Xitoyninki o'ziga o'xshash Xitoyda bo'lgan kommunist Xitoyni o'rgitayli deyishi hayron qolganlar qarindoshlar. Nima shunday deydi? O'xshash dushmanimiz nima bo'lg'achqimi? Kompartiya o'xshash dushmanimiz bo'lib qolganlik uchunmi? Ular emas qarindoshlar. Ishlar unda oddiy emas. Endi men sizlarga deyman. Bugünkidek 3 milyondan ortiq Uyg'ur, 5 milyon kadar Uyg'ur jazo lageriga solangan. Bütün dünya Uyg'ur meselesini tonuyotgan bir mezgilde Uyg'urning 5 milyon kadar Uyg'urni jazo lageriga solangan, xotin qizlarga bosqinchilik qilgan, madaniyatini vayron qilgan, ziyolilarni o'ttagan,
İnsanlarni o'tdagan, qirg'in qilayotgan bir tajovuzchi bilan biz mangu birga yashayolmaymiz. Bizga mustaqillik kerak. Biz mustaqil o'zimizning hur davlatda Sharq Turkistonni qurib chiqamiz deb dunyoga jakalaydi-ku Uyg'urlar. Oshunday qilish huquqiga ega hozir biz. Hatto ba'zi davlatning parlament a'zolari bizga uchur beryapti. Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa bo'ladi. Sharq Turkiston Xitoydan bisilingan deb. Ana ashundoq daraja bizning darajamiz hamda biz Sharq Turkiston mustaqillik davosini buningdan ilgariki Xitoyning g'arbiy qismidagi kishilik huquq, demokratiya, diniy erkinlik davosidan Sharq Turkistonning haqiqiy ma'nodagi mustaqillik davosiga yuksaltadigan vaqt kelgan qarindoshlar hozir. Dal ashundoq paytda Bopamillikning chiqib bizga yaxshiroq bo'lib, bizga Uyg'urlar ko'ngan qiyofatga kirishi, bizni ana o'sha mustaqillikdan iborat davoni yuksak pallaga chiqarishni to'sib qo'yishdir maqsad qarindoshlar. Yo'q, sen mustaqillik demaydi. Biz Gongchandan o'rtaylar bilan. Bizning maqsadimiz mavasida deb turib, bizning nishonni burib o'tish qarindoshlar. Shunga Go bilan, Bo bilan, Po bilan, Jang bilan, Wang bilan ittifoq tuzayotganlar diqqat qilishi kerak. To'xtab turib, bu maqsad mubakanda degan narsani bilib qo'yishlar kerak. Mayli sizlar bilib ittifoqlashgan bo'linglar, mayli bilmay ittifoqlashib qolgan bo'linglar. Maqsad shu. Shunga qarindoshlar. Esinglarda bo'lsin. Xitoylar Uyg'urga dushmandir. Xitoy o'qituvchilari bugungi dal Muaviyan namoz o'qitgan shaytondir. Ashlar bilan ittifoq tuzganlar shaytonga ergashgan Uyg'urdir. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Keyingi qismli videoda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.